sanoat hajmini 42,7 trillion so'mga, o'sish sur'atini 109,2% ga yetkazamiz. Bunda avtomobilsozlik, tog' geologiya, qurilish materiallari, elektrotexnika kabi istiqbolli sohalarga alohida ahamiyat qaratamiz. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, hozirda viloyatimizda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar xalqimiz uchun hamyonbop emas, tannarxi baland. Shundan kelib chiqib, avtomobil ishlab chiqarish korxonalari atrofida kichik butlovchi qismlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish orqali tannarxini pasaytirishga erishishimiz lozim bo'ladi. Shuningdek, mavjud oltin, volfram, qo'rg'oshin, rux, temir, molibden, volastanit, bazalt, granit, korunt, ohak va boshqa shu kabi mineral resurslarga investorlarni keng jalb qilish chorasi ko'riladi. Hozirda 17 ta noruda konlar auksion savdolariga chiqarish bo'yicha manzil ishlab chiqilyapti. G'allaorolda oltin va volfram rudasini qayta ishlash, Forish Uchqulochda ruda va Arnasoyda uran konini o'zlashtiramiz.